Kvartira narxida hovli uy sotiladi. Assalomu alaykum. Qadrbaland qadrdonlarim, sog' salomatmisizlar? Asl uy-joy jamoasining bugungi manzili Farg'ona shahar Yormozor Labi Hovuz choyxonasi Shohimardon sud yaqinida 485 xona uy bor. Ushbu fayzli xonadonimiz zudlik bilan sotuvga chiqyapti. Uyimizning narxi 56 ming dollar baho so'ralyapti. Albatta, o'tib beradigan joyi bor. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda mana telefon raqamlari turibdi. Bemalol bog'lanib, gaplashib, savdolashib, xarid qilishlaringiz mumkin. Gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Maktablar, bog'chalar, magazin, apteka, poliklinika, bekatlar, ovqatlanish zonalari, to'yxonalar, klinikalar yaqin joyda joylashgan. Masjid yaqin 5 mahal azon ovozi bu hududga ham eshitilib turadi. Mazzami hurmatli obunachilarim, agar siz havas qilgan bo'lsangiz, izohlarda o'z fikringizni yozib ketishni unutmang. Qo'limiz orqa tomonda hoz dvor bor, mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu tomonda alohida bitta tashqi hojatxonasi bor. Mana bu tomonda ko'rishlaringiz mumkin va uni oldida uyimizga o'sha molxona yoki qo'yxona qilgan joyimiz bor. Avval uy egalari mol boqishgan ekan. Mana ko'rishlaringiz mumkin, mol boqqani sharoitimiz ham bor. Katta yo'lda bo'yida joylashgan. Eng asosiysi lokatsiyasi zo'r, hudud zo'r. Kim olsa ham mazza qilib yashaydi. Uyimizning tashqi fasadi qolgan, xolos do'stlar, qolgan barcha xonalar bitgan. Faqatgina shu xonadan tashqari, sababi shu xona bilan birgalikda 5-xona, bu xona korobka holatda. Uyimiz jihozsiz sotiladi. Kimgadir yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib, shunaqangi arzon fayzli hududlardan ajoyib xonadon qidirayotgan do'stingizga, tanishingizga ushbu videoni ulashib qo'ying. Kadastr hujjatlari notariusga tayyor, bemalol pulini notariusda sanab bersangiz bo'laveradi. Endi sizlar bilan birgalikda uyimizni o'sha xonalarini, planirovkalarini ko'zdan kechiramiz do'stlar. Buni ko'rishlaringiz mumkin. Darvozaxona qismi, darvozalarimiz ham chiroyli darvozalar o'rnatib qo'yilgan, yerlarimiz steyashka bilan qoplangan. Darvozadan kirganimizda chap qo'l tomonda birinchi xonamiz. Bu uyimizning eng chiroyli joylaridan bittasi mehmonxona qismi. Endi oladigan odam chiroyli qilib o'ziga bitta moslab oladigan bo'lsa, ajoyib holatga keladi. Do'stlar, shoshilib qolinglar, har doim ham bunaqangi narxga, bunaqangi hududdan fayzli xonadonlar sotuvga chiqavermaydi. Uy egalariga pul zarur, shuning uchun do'stlar, uyimiz zudlik bilan sotiladi. Endi sizlar bilan birgalikda asosiy eshikdan kiramiz va xonalarda ketma-ketligini ko'zdan kechiramiz do'stlar. Kirganimizda biz uzun proxod, hol qismi kutib turibdi. Mana ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Endi sizlarga xonalarda ketma-ketligini bir boshdan tushuntirishga harakat qilamiz. Uyimiz 100% isitish tizimiga ega, atapleniyasi bor do'stlar. Xo'p, bu kirish qismi eshigi bo'ladigan bo'lsa do'stlar, shuni oldida uyimizning eng shirin joylaridan bittasi oshxonani ko'rishimiz mumkin. Oshxonadan yana hoz dvorga, hovliga chiqib ketgani alohida xotimiz ham bor ekan. Uyimiz juda ham zo'r holatda joylashgan. Eng asosiysi, oladigan odam mazza qilib yashaydigan holatda. Sababi kvartiradan zerikkan aziz obunachilarimiz bo'lsa, ushbu hovli uyni sizga taklif qilaman, hurmatli obunachilarim. Endi qarang, bu tomonda sanuzil hojatxonaga joy bor do'stlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Endi buni ko'rsatib o'tirmadik. Xo'p, bu yerdan chiqqanimizda bu xona do'stlar, bolalar xonasi, uy egalari borligi uchun bu xonani ko'rsatib o'tirmadik. Kattagina xona. Uni oldida garderobli xona bor, bitta kattagina. Xo'p, undan keyingi xona yana bitta kattalar yotoqxonasi bo'ladigan bo'lsa, to'g'rida yana bitta alohida kattalar yotoqxonasi bor, hurmatli obunachilarim. Manzil Farg'ona shahar Yormozor Labi Hovuz choyxonasi yaqinida 485 xona uy bor. Uyimizning narxi 56 ming. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlardan ma'lumotini olishingiz mumkin. Keyingi yangi videogacha xayr, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, fikrlaringizni izohlarda kutib qolaman.